Do'stlar, bugun juda muhim mavzuda chiqish qilyapman. Ya'ni O'zbekistonni, vatanimizni va xalqimizni taqdiri bilan bog'liq masala. Bilasiz, bir necha kundan beri mani sahifalarim, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarim sababsiz o'chirib tashalyapti, aynan o'sha tarmoq ma'muriyati tomonidan. Bunga sabab mana shu oxirgi chiqish qilgan mavzuyim, ya'ni prezident administratsiyasi Saida Shavkatovni va uni ortida turgan Komil Allamjonov haqida. Bilasiz, mana 4-avgust kuni birdaniga butun o'zbek ijtimoiy tarmoqlariga hokimlarni, ya'ni savodsiz hokimlarni videolari tarqaldi. Ya'ni savodsiz xodimlarni uyma-uy yurib, xalq bilan qanaqa muloqot qilayotgani, qanaqa ularning bir nima holatlari, videolari ataylab sizdirildi. Nima uchun? Chunki mana shu kuni O'zbekistonni taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan juda muhim g'ayrikonstitutsiyaviy qonun parlamentda qabul qilindi. Bu qonun prezident administratsiyasiga juda katta vakolatlarni beradi. Bu vakolatlar na bir konstitutsiyaga to'g'ri keladi, na bir demokratik tamoyillarga to'g'ri keladi. Ya'ni agar bu vakolatni prezident administratsiyasi qo'lga kiritadigan bo'lsa, yangi O'zbekistonda davr boshlanadi va Shavkat Mirziyoyev amalda mutlaq izolyatsiya qilinadi. Bilamiz, bugun Mirziyoyev ancha keksayib qolgan va hokimiyatni nazorat qiladigan salohiyatini kundan kunga deyarli yo'qotib boryapti. O'shani hisobiga bugun O'zbekiston hukumatida, ya'ni hokimiyat ichida klanlar o'rtasida o'zaro kurashlar avj olgan. Mirziyoyevdan keyin kim prezident bo'ladi? Shu masala bugun O'zbekiston hukumati ichida dolzarbligicha qolyapti va mana shu kurashlarda birinchi bo'lib yengilgan bu prezident kichik kuyovi Otabek Umarov. U boshliq o'sha ofis degan guruh birinchi mag'lubiyatga uchradi va ularning ko'pchiligi qamoqqa tashlandi. Otabek Umarov o'zi ham ancha chetlatildi. Nima uchun? O'sha Allamjonovga qilingan suiqasd ortidan asos bo'ldi va mana shu kurashlarni yakuniga mana bugun Saida Mirziyoyevani yuzi bilan Komil Allamjonov butun tizginni, butun hokimiyatni o'z qo'liga olyapti. Mana shu Allamjonovni tashabbusi bilan parlamentimiz hech qanday qarshiliksiz, hech qanday bahssiz birinchi o'qishda g'ayrikonstitutsiyaviy bo'lgan qonunni qabul qildi. Ya'ni bir ovozda hamma deputatlar ovoz berdi. Va buni jamoatchilikka ham aytishmadi, xalqdan ham yashirishdi. Aksincha, aynan mana shu qonun qabul qilinayotgan paytda, ya'ni tasodifni qarang, ataylab o'sha hokimlarning videolari tarqatildi. Bu birinchi masala. Ya'ni jamoatchilik mana shu hokimlar videolarini muhokama qilayotganda e'tibordan chetda qolib ketdi bu qonun va qabul qilindi. Ikkinchi masala, mana bugun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hamma ayb prezidentga tashalyapti. Oxirgi paytlarda Shavkat Mirziyoyevni qoralash bemalol bo'lib qoldi. Ilgari Mirziyoyev haqida nimadir yozadigan bo'lsak, albatta trolling bo'lardi, albatta qanaqadir shikoyatlar kelardi. Hozir hech qanaqa shikoyat bo'lmaydi. Mirziyoyevni kerak bo'lsa so'ksangiz ham hech qanaqa trolling bo'lmaydi. Aksincha, O'zbekiston ichida turganlarim juda ko'pchilik Mirziyoyevni sabotaj qilyapti. Ya'ni bu ham ataylab o'sha keksayib qolgan, o'zini o'sha layoqatini tobora yo'qotib borayotgan avtoritar rejim rahbarini xalqning oldida xalqdan uzish, ya'ni xalqning oldida obro'sizlantirish va o'zini hokimiyatini uni ustidan nazoratni o'rnatish. Bu Allamjonovning strategiyasi. U mohir, bunaqa ishlarga usta bo'lgan siyosatchi, o'zini maqsadi, ambitsiyalar yo'lidan juda shaxdam ketyapti. Mana shu masalani gapirib chiqqandan keyin ko'rdingizlar, avvalga Facebook sahifam, undan keyin Telegram kanalim va guruhim hech bir sababsiz shunchaki o'chirib yuborildi. Va Instagram, TikTok sahifalarim ham bloklandi. Nima uchun? Chunki men mana shularni juda bir nozik nuqtasiga tegilib qo'ydim. Ya'ni hech kim ahamiyat bermaydigan mavzuga xalqimizni e'tiborini qaratdim va bu uchun ular jiddiy kurashni boshlab yuborishdi. Mani o'sha so'zimni, ovozimni kesish maqsadida. Modomiki ular mana shu turli pastga sharafsiz yo'llar bilan mani ovozimni o'chirmoqchi bo'lar ekan, men ham har qanaqa yo'llar bilan kerak bo'lsa qayta sahifalar ochib, chiqishlar qilib, aynan shu masalada ko'proq gapiraverib, xalqimizga haqiqatni yetkazishda davom etaveraman. Va yana bir masalaga men e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu
so'nggi kunlarda bo'lgan juda jiddiy siyosiy o'zgarish, ya'ni prezident xavfsizlik xizmati raisini ishdan olinishi. Buni ham medialarda asosan ma'lumot so'zlarishdiki, Toshkentdagi o'sha yo'l harakati, ya'ni avariya bilan bog'liq, ya'ni o'sha avtohalokat ortidan ishdan oldi. Lekin bitta avtohalokat ortidan Mirziyoyevga shuncha yil xizmat qilgan, ya'ni 2021-yildan beri 5 yilda mobaynida xizmat qilib kelgan xavfsizlik xizmati raisini ishdan olinishi mumkin emas. Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu yerda umuman boshqa gaplar ketyapti va bitta ishdan olingan xavfsizlik xizmati rahbari emas, unga aloqador juda ko'pchilik ishdan olingan va ko'pchiligiga tergovga tortilgan bugungi kunda va ularning o'rniga aynan Alamjonov tayyorlagan kadrlari qo'yilyapti. Agar prezident xavfsizlik xizmati rahbarligiga ham Alamjonovning odami qo'yiladigan bo'lsa, bu degan Mirziyoyev to'liq izolyatsiya qilindi degan. Bo'ldi, u xalqdan uziladi, u davlat boshqaruvida ishtirok eta olmaydi. Uni nomi bilan boshqalar davlatni boshqaradi. Uni nomi bilan boshqalar bilganini qilaveradi. Ya'ni boshqalar degani bu Saida Mirziyoyev va ommaga ko'rinadi, xuddi vorisday, lekin haqiqiy kardinal bu Komil Alamjonov bo'ladi. Mana shu masalalarga, ya'ni bugungi kundagi O'zbekiston xalqini, davlatini, taqdiri, kelajagini hal qilayotgan siyosiy masalalarga vatandoshlarimizni befarq bo'lmaslikka chaqirardim. Albatta 4-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi parlamenti qabul qilgan konstitutsiyaviy qonunni, ya'ni g'ayri-konstitutsiyaviy qonunni o'rganishni, qiziqishni va o'shani tahlil qilishlarini so'ragan bo'lardim. Ko'proq o'sha mavzuga e'tibor qaratishni va mana bunaqa davlatning ichidan to'ntarib qaysidir kuchlar Mirziyoyevni to'liq izolyatsiyaga olib boshqaruvga kelishiga yo'l qo'ymasliklarini so'ragan bo'lardim. O'zbekiston xalqi 35 yil diktaturada yashadi. Undan oldin 70 yil bitta partiyani qo'shqovog'iga qarab yashadi. Undan oldin Amir-xonlarni rayiga qarab yashadi. Lekin bugun dunyoga qaranglar, dunyo rivojlandi. Odamlar bugun kosmosga xohlasa uchyapti, xohlasa katta-katta loyihalarni qilyapti. Nimaning orqasidan? Hammasi mana shu erkinlik, hammasi o'sha davlat boshqaruvida xalqni faol ishtiroki ortidan. Ta'lim isloh qilindi shuni ortidan va ularni o'sha chiqarib yetishtirib berayotgan avlodlari, bolalari bugun Rossiya ko'chalarini supurmayapti. Ular o'zi mehnat bozoriga bir qimmat bir nima bo'lib kiryapti. Ya'ni bugun Yevropa yo bo'lmasam boshqa rivojlangan mamlakatlar umuman taraqqiy etib boryapti va mana shu sharoitda biz bir diktatorni ketkazib, uni o'rniga ikkinchisini kelib diktatura tuzumini yashashda davom etmasligimiz kerak. Buni tugatishimiz kerak. Mamlakatda so'z erkinligi bo'lsin, mamlakatda mustaqil saylovlar bo'lsin, mamlakatda muxolifat bo'lsin. Muxolifat bu taraqqiyotning lokomotivi. Va Mirziyoyevdan biz bugun talabni to'g'ri qo'yishimiz kerak va parlamentdan ham prezident administratsiyasiga g'ayriqonuniy, g'ayrikonstitutsiyaviy vakolatlarni berishni oldini olishimiz kerak. Bu O'zbekiston xalqini ham huquqlariga zid, bu o'sha demokratik tamoyillariga ham zid va bu taraqqiyotga ham bolta uradigan bir siyosiy burilish bo'ladi.